Biz hozir mana o'qishimiz boshlanadi. Birinchi etijaga chiqdim. Hozir bolalar dars qilishyapti. Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir mana Litvada, Kaunas shahridamiz. Karmad orqali Hegelmanga o'qishga kelganmiz, ishlashga. Mana hozir darsda o'tiribmiz. Darsxona mana shu yerda dars bo'ladi. Mana hamma yangi o'quvchilar hammasi test yetishyapti. Anaqa vaqt beradi 30 minut. Shu yerda 30 ta savol bor. 30 savol, 40 ta savol yechish kerak 30 minutda. Biz mana hozir dars jarayonidamiz. Ekovojдение bo'yicha dars ketyapti. Mana rivojlanish. Mana shunaqa dars bo'ladi kabinada. Bitta video roliklar ko'rsatiladi. Qog'ozlar beradi. Shu yangi merslar kelgan ekan, o'shalar haqida tushuntiryapti, qanaqa haydaladi, nima. В данный момент у меня весит 45 тонн общий вес. И скажу вам, что один из главных косяков начинающего водителя, то есть неумение справиться с вот этой инерцией. Bugungi darsimiz mana taxograf bo'yicha dars bo'lyapti. Taxograf bo'yicha dars o'tyapmiz. Ustoz o'rgatyapti taxograf. Taxograf qanaqa ishlatish. Мы отдыхали, да, до какого числа? Непрерывное время водителя – это молотки плюс вождение. То есть руль плюс молотки – это 6 часов. Hozir o'qish jarayoni ketyapti mana. Bolalar orqada. Yevropaga go. Mana hammaligi shu yerda bolalar o'qishyapti. Bugun xudo xolisa oxirgi darsimiz уже. Jarayonlarni ko'rsataman. O'qish mana rus tilida bo'ladi, o'qishlarni kitoblar beradi mana Hegelmanniki. Doskalar bu yerda hamma narsa bor. Xudo xolisa bugun oxirgi o'qishimiz. Ertaga o'sha test topshiramiz. Testdan o'tib, xudo xolisa bu yog'i ishga. Hammaga omad, sog' bo'linglar.